Eng yaxshisi u yerga berish niyatingdan yo'q. U yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Menga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chekib olibdi. Qaranglar. Avuq qumda o'zining ustida bir ko'z yinib otdi. Hey, bir ashapini oldinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bulunlar! Biz Chayanning oyoq izini bo'ylab mengiyverdik. Degandek tushga yaqin shamol chiqishga boshlagan edi. Shamol asta kuchayib, qumlarni ushtirtishga boshladi. Taxminan 5 minutlardan keyin yeliqi izlar mushu shamolda uchib ketgan edi. Endi qanday qilamiz? Shamol kuchayotdi. Ali, ishsal chatoq turamda nima? Qandoq deysan adash? Oyoq qara, o nima? U shundoq deb kun chiqish tarafni ko'rsatdi. Yuragim ansiz so'qib ketdi. Kun chiqish tarafni butun chang to'zon qoplab ketdi. Biz tarafga shiddat bilan kelayotgan ekan. Sal emas, xelili chatoq turdi. Qum bo'ron kelib yetibdi. Hammamiz andishiga tushgan edik. Bundoq mengiversak, qumga ko'milib ketamiz. Ems qanday qilamiz? Tezroq bir amal topaylik. Gurjayni ilinglar, tez. Uni nima qilasan? Qumga mukuvamizsak bo'lmaydi. Bu birdan bir chora. Tez. Yuragim ansiz so'qib turadi. Minut kechiksak, ko'zni ochqili bo'lmaydi. Sen bizni ko'mib qo'yib nima qilmoqchisan? Asta. Men qarang. Sizni qumga ko'mib qo'yib nima qilatdan? Qum bo'ron hozirda keladi. Ya'ni ko'zimizni ochamaymiz. Men charchaqimidim. Boshqa chora yo'q. U menga ishonmagandek birdan qarab turgandan keyin kayniga tengib olgan gurjakni menga tangdi. Qo'limga gurjakni ilib chaqonliq bilan qumni ko'lashga boshladim. Bir necha minut ko'lagandan keyin 6-7 odam patqudak tez o'rak tayyor bo'ldi. Angacha shamolmi obdonlik kuchayib, qum donchilari yuzlarimizga urilishga boshladi. Tez, somkalarning hammasini bir qilib chigib qo'yinglar. Hammamiz somkalarimizni bir-biriga mahkam chigib qo'yishdik. Bundoq bo'lganda somka eg'irligi eshib, bo'ron yiroqqa uchirib ep ketanmaydi. Chopininglar bilan beshinglarni o'rab o'rakda yetib olinglar. Nemishqa bundoq qilamiz? Beshingni ko'mib olsang qandoq nafas olasan? Bu kalva. Sen bo'lsangmi odamni terib turmay turg'ina. Ular hammasi beshini kiyimlari bilan o'rab o'rakda dum yetishdi. Qum bo'ron rost yetib kelgan edi. Amdilikda ko'zimni ochamay qolgan edim. Endi bo'lmadi. Tez bo'lay. Ularning ustiga qumni etishga boshladim. Hammasini tez ko'mib bo'lgandan keyin o'zimni o'rakka tushib, qo'lim bilan qumlarni ustimga to'plab, chaponni beshimga yo'gab yetib oldim. Taxminan 5 minutlardan keyin quloqni yarg'udak gurildigan ovoz anglashga boshladi. Bo'ron yetib kelibdi deb o'yildim ichimda. Qumlar ustimizga birsi gurjak bilan qo'ygandek tushadi. Taxminan 20 minutlardan keyin beshimni medirildamay qolgan edim. Qaraganda qumga xeyli ko'milib qopdimiz. Nafas ilishimni qiyinlashishga boshladi. Bo'ronning ovozi pasiyay demakdi. Bir chaqda üst tarafimdan bir ovoz anglangandek bo'ldi. Balkim bo'ronning ovozi bo'lishi kerak. Shu xiyol bilan turganimda tuyuqsiz bir narsaning ustimni dasab o'tgan ovozi anglandi. Xato emas, aniq angladim. Tenim shirkinishga boshladi. Chayon emas-ku, ha? Yoki xato tuyg'unmi? Nim bo'lsa, bo'ron to'xtamog'icha chiqishga bo'lmaydi. Tuyuqsiz heliqi ovoz yana anglandi. Bu qitim kayni-kaynidan natisi o'tib ketgan ovoz anglandi. Hozirgi hissiyotimni til bilan ifodalayolmaydim.
qo'rqib ketgandan keyin butun badanim titrashga boshladi. Chayon birla emasdek qiladi. Agar bizni sezib qolsa, o'ligimiz mushu qum ostida qoladi. Bizning qabrimizmi mushu bo'lib qoladi. Tuyuqsiz bir qo'l qo'limni ching tutdi. Bu yiliqi xotinning qo'li. To'g'ri. Men uning yonida yotgan. Boya diqqat qilmabdiman. Uning qo'limi ixtiyorsiz titrab ketgan edi. Uni anglabdi. Ustimizda birli chaqsa jonni oladigan chayon dasab o'tib olsa, bunday ahvolda kimmi qo'rqmay tura oladi? Menmi uning qo'lini ching tutib turdim. Taxminan 5 minutlar o'tgandan keyin bo'ron ovozi to'xtab qolgan edi. Ilqi ovozlarmi yo'qolib ketgan edi. Ammo beshimni ko'tarishga petinmayotdi. Agar ilqi chayon bizning chiqishimizni saqlab turgan bo'lsa, oyig'ini o'ylashga petinmaydi. Shundaqdimi chiqmasam bo'lmaydi. Chiqmasam o'limni kutib yotsam bo'ladi. Men bo'lsam bo'lay deb beshimni ko'tardim. Ammo ustimga qum jiq to'linib qolganmikin, beshimni medriltamay qoldim. Qo'lim bilan tirab turib boqay deb qo'limni tatdim. Eliqi xotin qo'limni qo'yib bermay, chim tatib turib oldi. Qaraganda uni qo'rqayotgan bo'lsa kerak. Shundaqdimi bo'lmaydi. Qo'limni majburiy ajirtib, men tasdiqda ko'kragimning o'dilsiga akilib oldim-da, cho'nqir bir nafas ilib etib, butun kuchim bilan badanimni yuqori ko'tarishga boshladim. Badanim shuncha ig'ir, qonchilik ko'milib qolgan bo'g'iydim. O'rnimdan turolmadik. Yana bir sinab boqay. Shundaq deganimcha barliq kuchlarimni chiqarib, badanimni ko'tardim. Men tasdiqda beshimni chiqarib, cho'nqir nafas ilishga boshladim. Beshimni qattiq birini silkib etib, qolgan badanimni chiqarib oldim. Oyamga bo'rondan asar yo'q. Havo shunchalik susuk. To'rt atrofimga qarab hayron qoldim. Boya qumbarxinning ustida turgan. Endi bo'lsa, kun petish tarafda 4-5 metr atrofda qum dovisi paydo bo'lib qoldi. Elim yaxshi, biz bu qum dovisining ostida qolmabdik. Atrofda chayon ko'rinmaydi. Ko'nglim joyiga tushib, darhol boshqalarni ko'lashga boshladim. Qo'lim bilan men yotgan yerning qumlarini ozroq etib keyin eliqi xotinning qo'li ko'rindi. Uning qo'lini ching tutib tatdi. Umi ming tasdiqda qumning ustiga chiqib oldi. Butun yeri qumga to'shib ketgan edi. O'tib ketdimi? Uning chiroyidan qo'rqib ketganligi chiqib turadi. U qum bo'ronini o'tib ketdi dedimi yoki boya ustimizdan mengib o'tgan narsalarni o'tib ketdi dedimi? Bilamay qolgan edim. O'tib ketdi. Qog'larni chiqarib olaylik. Ikkimiz boshqalarni ko'lashga boshladik. 5 minutlar ko'lgandan keyin qolgan 4'sini chiqarib oldik. Ularning usti beshi qum bilan to'shib ketgachga bir-biridan farqlanmaydi. Nemanchi xatarlik. Nafas olmay tunjiqib o'lgili tasliq qoldim. Ali, sen bu amalni qandoq bilasan? Rost gap qilsam, menmi bilmayman. Kinolardan ko'rgan shu. Bizning so'mkalarimiz qani? Eliq xotin shundoq deb so'z qistirdi. Degandek, so'mkamiz ko'rinmaydi. Qaraganda ko'milib qolgan o'xshaydi. Endi chataq bo'ldi. Nereden topimiz o narsalarni? O yerdan topimiz. Eliqa xotinning sabdoshlaridan birsi oldimizdagi qumbar xallarini ko'rsatib turadi. So'mkining bo'qichi qum ostida ko'rinib turadi. Shukr, agar so'mki tepilmagan bo'lsa, hayot qilishimizda umid yo'q bo'ladi juma. Oldimizga yana nechilik ma'lum kim biladi. Shundaq degash, so'mkini ilish uchun qo'limni so'zdim. Tuyuqsiz bir qo'l qo'limni kappida tutib oldi. Cho'chib qarasam, eliq xotin. U ko'zi bilan ust tarafni ishora qildi. Eliqa bo'qishning usti asta ko'tarilib, qumlar serilib tushishga boshladi. Hammamiz kaynimizga necha metrda ochib ketdik. Eliqa qo'rqinchli hissiyot yana chirmib oldi. Eliqa xotin bilan sabdoshlari
qurollarni batlab qum dövisiga qaratdi. Hammaylar qimir qilmay qarab turdik. O'qingiz jiqdi, ha? Oldin qitimliq ishning qayta yuz berishidan ansirab, asta ularning kayniga o'tdi. O'qu to'liq. Ammo uningga o'q o'tmayotgan emasmi? Uning beshi qartib eting. Eliq xotin bilan ikkimiz tangla Matiyanning chiroyiga qardik. Ma'qul. Hammanglar uning beshiga qartib etinglar. Eliq qum dövisi to'xtamay seyrilib o'tadi. Ko'z oldimizda qop-qora bir gavda namoyon bo'ldi. Uning yo'g'onlig'i boshda ko'ganning bir hassizlik bo'lgan. Mana karomat. Mushundaq narsa bo'lsa bizga yo'l qamdi nima? Boya ustimizdan o'tgan mashinasimi nima? Shunda o'xshaydi. Ko'nglim sezib turgan. Eliq xotin chiroyimga qarab qo'ydi. Uning chiroyida qon qonmagan edi. Rost gap qilsam, mening mu chiroyimda qon qonmagan edi. Eliq chayon quyrug'ini asta ko'tarib bizga qarab turadi. Xuddi hamroyimni sen o'ltadingmi degandek bizga tikilib qarab o'tadi. Qattiq birini chirqirib atgandan keyin bizga qarab etildi. Etinglar degan buyruq bilan quloqni yarg'udak o'q ovozi yana boshlandi. Ko'zni yumib ochguncha chayonning beshi o'tma to'shib qolib ketdi. O'rnidan yetib qilishdi. O'q ovozi to'xtadi. Yilqi chayonning putlari tipchaklashga boshladi. Matiyan, rost debsan. Bu nima beshig'i otsa o'ladi ekan? Rost. Beshig'i otsa o'ladi ekan. Shunda degash biz uning yiniga qarab maqdik. O tipchaklashdan to'xtagan edi. Ammo hech qaysimiz uningga yaqin kelishga petinolmayotgandik. Bu narsa bilan etishmay berib so'mkamizni ilib olaylik. Bekka tirilib qolsa, onamizni ko'zimizga ko'rsatmasin. O tirilmasimi? Ko'stib qo'ydiganlar borkan Ali. Bu gapni qilgan Matiyan edi. Burilib uningga qaradi. U ko'zni qumbarxinning ustidan uzmay qarab turadi. Nimaga qarayapsan? Shunda degash, u qarayotgan qum dövisining ustiga qarab qaytib qoldim. Qum dövisining ustida yana ikki chayon turadi. To'rt atrofdan qumning ostidan chayonlar ko'tarilishga boshladi. Rost aytsan adash, onamizni ko'zimizga ko'rsatgudak. Hammamiz andishaga tushdik. O'limning purig'i kelayotgan edi. Rost gap qilsam, qanday qilishimizni bilolmay qolgan edim. Ay xonqas, ismingiz nima? Eliqi xotinmi qo'rqib ketganligidan qimir qilmay turadi. Savolimdan hayron bo'ldi bo'g'ay. Ko'zimning ichiga qarab qo'ydi. Nima? Ismimni bilgin kelib qopdi-ku. Ha, siz qo'limni tutgan tunji ayol. O'lib ketsammi, ismingizni bilib o'lay. Bekshalliq nima ekansan? O'liming yaqin kelib qolsa-mu, yana qizlarning ismini so'rab yuribsan. Seni hali erkak deb yuribdiman. Atrofdagi chayonlar asta bizga yaqinlab kelib o'tadi. Mo'ljarimcha 30-40 boda qiladi. Birga oran tankasak, buncha ko'p chayonlarga qandoqmi tankagili bo'lsin. Depamsingizmi mayli. Bir bo'lsa bizga mu qurol bering, bir bo'lsa hozirli meni etib eting. Mening qiynalib o'lgim yo'q. U ko'zimga olib qarayotgandan keyin yenidan bir topanchini chiqarib menga uzatdi. Uningga birini beringlar. Hamrohlari yenidan yeni tipdagi avtomatdan birini Matiyanga uzatdi. Nimandaq ig'ir nima bu? Matiyan, buni qanday ishlatamiz? Avval topanchani batlaysan. Ondan so'l qo'ling bilan o'ng qo'lingni tiraqib tursan. Nishonni udul batlab, tapgini bassanglar bo'ladi. Eson bo'lsan, Qalaymxon o'q chiqama, ha? O'q yetmasa tugashkinimiz shu. Endi qanday qilamiz? Sen harbiygo. Biroq chora demamsan. Laqva, shunimi deyish ketamdi? Qochmamsan. U nima bek tez yuguradi ekan? Hech qutulishga ko'zim yetmaydi. Mening bu yerda jim turishga ko'zim yetmaydi. Men mangdim. Matiyan bu gapni qilib-olsa, qochmasak bo'lmadi. Qur'onni batlamak bo'lib, topanchining ustini shunda kayniga qarshimga tang qilgan ovoz bilan tam quloq mening singildab og'rib ketdi. Butun chayonlar bizga yopirilishga boshladi. Qechinglar, tez qechinglar!
Matiyanın vaqirishi bilan tang hammamiz kaynimizga qarab jinimizdan boricha yugurishga boshladik. Rostli laqma nemikansan? Tepkini nimaga besib baqding? Ularni cho'shtivatding sara. Matiyan yugurib ketib etib, menga vaqirab so'zlab o'tirdi. Men nim bilay bundaq bo'lishini. Men shu tapanchani batligimni bilaman. Gapimni tugitib, oldimga qarasam, qachonlarda paydo bo'ldi ekan, bir nech chayon bizga qarab kelib etibdi. To'rt atrofimizdan hammasini chayon qoplab ketgan. Endi qanday qilamiz? Qopsilib qoldik.